Agarda karies natijasida ushbu tishlarni butunligi buzilsa, hosil bo'lgan mana shunday yo'l ko'z bilan miyaga asorat keltirib chiqaruvchi jiddiy kasallikka sababchi bo'lishi mumkin. Tish ildizi kanaldan kirib, gamir bo'shlig'idan chiqib turgan mana shu zond yordamida ham bilishimiz mumkin yiringli jarayon qanday rivojlanishini. Gaymarit kasalligini ko'pchilik burundagi shamollashdan keyin kelib chiqadi deb hisoblaydi. Ammo bu kasallik yuqoriga jag' tishlari butunligini buzilishi bilan kechuvchi kasalliklardan keyin ham yuzaga kelishi mumkin. Aynan mana shu sohada gamir bo'shlig'i joylashadi. Yuqorigi jag'dagi katta va kichik oziq tishlar ildizi ushbu bo'shliqqa ba'zan kirib turadi, ba'zan esa yupqa suyak bilan chegaralanadi. Agarda karies natijasida ushbu tishlarni butunligi buzilsa, tish ildizi orqali bo'shliqqa kanal hosil bo'ladi va ushbu kanaldan infeksiyalar bo'shliqqa o'tib, yengli gaymarit keltirib chiqaradi. Mana shunday gaymarit yoki boshqa turli xil kasalliklarni oldini olish uchun tishlarni sog'lom saqlash muhim hisoblanadi. Tish kariyesi bilan kechuvchi kasalliklarni o'z vaqtida davolatish turli asoratlarni oldini olish uchun xizmat qiladi. Ushbu video boshqalarga ham foydali bo'lishi uchun ularga yuborishni unutmang.